islomni qaytadan tanitadigan top 3 ta kino. Uchinchisini aniq ko'rishingiz kerak. Birinchisi Yusuf alayhissalom hayotlari. Mendan nima istaysiz? Xiyonat qilishnimi? Men sizga itoat qilaman dedim, lekin xiyonat itoatkorlik degani emas. Yusuf alayhissalomga dunyo go'zalligini yarmi berilgan taqdirda ham bu inson zino balosiga yaqinlamaganlar. Ikkinchisi Musa alayhissalomning hayot tarzlari. Sizlar noshukursizlar. Xudo dengizni ikkiga ajratib bizga yo'l ochdi. Yana qanday dalil kerak sizlarga? Hozirgi paytda Allohdan hamma narsa so'rab, lekin shunda ham noshukrlik bildirayotgan insonlar ko'rishligini tavsiya qilaman. Uchinchisi Abdulhamidxon, haqiqiy erkak bo'lishni tarbiya qiladigan eng zo'r kino. Xalq shunday bo'lsin-ki, poshsho. O'sha xalq ichida sharafli odam, halol odam, nomusli odam degan gaplar bo'lmas.